Bayramlarda nafaqat o'sha chiroyli urf-odatlarimizni namoyish etamiz, balki milliyligimizni, mehr-oqibatimizni ham ko'rsatamiz. Masalan, Qoraqalpoq xalqining madaniyati haqida gapiradigan bo'lsak, asrlar davomida sayqallanib, hatto bugungi kunda ham o'z mushtariylariga egadir. Qoraqalpog'istonlik muxbirimiz Aydana Allambergenova aynan savkeli va shunga o'xshash yo'nalishlarda xizmat qilib, hattoki umrini shunga bag'ishlashni maqsad qilgan yoshlarimizdan biri bilan suhbatlashdi. Qadim an'analar faqatgina tosh devorlarda aks etmaydi, ular matolarda ham bo'y ko'rsatishi mumkin. Qoraqalpoq xalqining shunday nodir namunalari olamga mashhurdir. Nafis, bejirim bezaklari orqali shunchaki ustiga kiyiladigan buyumdan san'at asariga aylangan bu ijod namunalarining turlar, ko'rinishlari bisyor. 4-sinfdan buyon shu naqshlarga bog'langan Gumsay ularni tikish bilan bir qatorda ularning turlari, tikishlarini ham o'rgangan. Mana shu o'rganishlar uning yillar davomida 200 ga yaqin tanlovlarda g'oliblik va faol ishtiroki uchun taqdirlanishiga sababchi bo'ldi. Qoraqalpoqning milliy naqslari bu qo'shqar muyuz, qo'shqar shaq, sirg'a naqslari, tuya taban naqslari bo'lib tigiladi. Qoraqalpoq milliy naqslari azeldan sol tabiatimizga baylanishli bo'lib, so tabiatdan olingan bo'lgan. Mato, igna-yu ip singari oddiy buyumlardan ko'rganda ko'zni quvontiruvchi bunday bezaklarni yaratish insondan mahorat, ko'nikma, sabr-toqat bilan bir qatorda tinimsiz mehnatni ham talab qiladi. San'atning bu turining nonini yeyish uchun qunt va sabrda toblangan temir tishlar kerak desak adashmaymiz. Ammo aytish joizki, mehnatdan qochmaydigan, milliy an'analarni davom ettirishda tolmaydiganlarning soni ham oz emas. Sol mektep davrlarida sol krужокlarga qatnashib yurgan edim-da, odan keyin anajonim shunday material olib beruga yeyish ne'g'maytn edi. Sodan keyin yubkalarimda bo'lmay qolgan yubkalarimni solarni tashlab jibermasdan, ularni juvib, ularga ikkinchi hayot berib, sol hayol qizlarimizning zamonaviylashtirgan holda kashuluk, sumkalarni islab, milliy naqshlarimizni salganman. Endi daromadi u paytlari kichkantay bo'lgan, biroq juda bir ne desam bo'ladi. Men uchun ulkan deb ko'ringanda o'z tarixini bilmaydigan insonning kelajagi bo'lmagani kabi, o'z an'anasini saqlay olmagan xalqning rivojlanishi ham bo'lmaydi. Biz esa xotirjammiz, sababi bizning an'analarimiz har bir avlod qalbida va ko'z o'ngida boqiy yashaydi. Bu kun Aydana Allambergenova, Safarbek Artiqbayev, Qoraqalpog'istondan.